Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan bugun Amon Turdiyev Shohrux. Sizlarni yangi videomda ko'rib turganimdan xursandman. Bugungi videomizda O'zbekistonda deyarli hech kim qilmagan, ya'ni rekord qo'ydik desam ham xato bo'lmaydi. Bugungi videomizda men sizlarga o'sha Minecraftdan bitta video bilan kanalni daromadga uladik. Ya'ni bitta video bilan 1000 obunachi, 4000 soat yig'dik. Mana shu kanalda obzor qilaman. Ma'lumot uchun bitta narsani aytib o'tib ketamanki, aslida YouTube'da kanalni pulga ulash uchun long formatda video qilsangiz 1000 obunachi, 4000 soat hamda 3 ta video bo'lishi kerak. Shortsda esa 1000 obunachi, 10 million prosmotr va 3 ta video qo'yish kerak. Lekin biz buni bitta video bilan qildik. Minecraftdan zo'r rezultat bo'ldi. Sizlarga maslahat berardimki, bu videoni maksimal amerikanskiy yo'nalishga kontent qiladiganlarga tashab qo'yinglar. To'g'ri yo'nalishda video qilsanglar, sifatli video bo'lsa, bitta video bilan ham kanalni daromadga ulash mumkin. Videomizni boshlamasdan oldin like, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysanglar, bundan ham qiziqarli ma'lumotlarni o'tkazib yubormaysizlar. Tayyor bo'lsanglar, birodarlar, biz videomizni boshladik. Birodarlar, videomizni davom ettirmasdan oldin sizlarga o'zimni Telegram kanalimni tavsiya qilmoqchiman. Mening Telegram kanalimda sizlar hozirgi paytda qanaqangi yo'nalishdan qancha natijalar qilyapmiz. Minecraftdan bir oyda 15 talab kanalni monetizatsiyaga ulyapmiz. O'shanaqangi rezultatlarni ko'rishingiz mumkin va biz konkurs ham qilib turamiz. Ya'ni konkursda biz daromad qiladigan, ya'ni pul ishlaydigan kanallarni obunachilarimizga sovg'a qilamiz. Telegram kanalimga o'tsanglar, do'stlar, umuman zerikmaysizlar, zo'r foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Telegram kanalim kommentariyada yoki opisaniyada qadab qo'yaman. Bemalol o'tib o'zingizlarga kerakli foydali ma'lumotlarni olishingiz mumkin. Biz o'sha kanalimizga kirib oldik. Ya'ni 3 hafta oldin qo'yilgan videomiz rekord qo'ydi. Ya'ni biz Minecraftdan rekord qo'ydik. Bitta video bilan biz 1600 tadan ko'proq obunachi yig'dik. 1600 tadan ko'proq bitta video bilan va 141 ming prosmotr oldi. Ma'lumot uchun bitta narsani aytib o'tib ketaman. Ko'pchilik kanalni nastroyka qilish kerak, zo'r hashtaglar, kanalda unaqa qilish kerak, bunaqa qilish kerak deydi. Ko'rishingiz mumkin, kanalda banner ham, avatarka ham hech narsa qo'ymaganmiz. O'sha bir dona video va kanal dahshat rezultatga chiqqan desam xato bo'lmaydi. Va bu video ko'pchilik o'ylashi mumkin, nimaga YouTube'da 3 ta video qo'yish kerak kamiga daromadga ulash uchun, nimaga odamlarni aldayapsizlar desanglar, buni yo'li bor. Ya'ni bitta video bilan shartlarni bajarib ulasanglar ham bo'ladi. Ko'rishingiz mumkin, aytib o'tgandek bitta video. Kelinglar, kanalda yaqinroqdan analiz qilamiz. Ko'rishlaring mumkin, birodarlar, ushbu kanal 28 kunda 142 ming prosmotr olgan. Ortiqcha video qo'yilmaganligini ko'rsanglar bo'ladi. 142 ming bitta video, mana pastda ham ko'rsatib turibdi bitta video ekanligini. Va ushbu kanal 12 ming soat hamda 1200 ta obunachi kelgan. Boya aytish mumkin, bu yerda obunachilar 1600 ta, nima uchun bu yerda 1200 desanglar, ba'zi odamlar kanalda o'zidan ham obuna bo'lgan, video orqali emas. Yo'nalishi Minecraft. Ko'rishlaring mumkin, bu yerda hech qanaqangi ortiqcha narsa qilmaganmiz va eng zo'r joyini aytadigan bo'lsam, kanal monetizatsiyaga ulandi. Bir dona video bilan hech qanaqa ortiqcha narsa qilmadik va kutdik o'sha monetizatsiyagacha tayyor bo'lishini. Natija qilish uchun hech qanaqangi ortiqcha mehnat kerak emas. Shunchaki to'g'ri mehnat, yaxshi sifatli video bittadan ham natija qilsanglar bo'ladi. Meni taniydiganlar biladi, 4-5 yildan beri Minecraft qilib kelaman. Shu paytgacha birorta insonni ko'rmaganmanki bitta video bilan kanalni pulga ulaganligini. Agar kimdir qilgan bo'lsa, o'shani atmetka qilinglar va shu videomni tashab qo'yinglar. Qilmaganlar bo'lsa ham mana shu videomni maksimalni tarqatinglar. Endi sizlarga ko'rsatmoqchi bo'lganim, kanal daromadga ulangan, shu joyini ham ko'rsatmoqchiman. Birodarlar, ko'rishingiz mumkin, bizning kanal monetizatsiyaga to'liq ulangan. Mana reklama hamma joy ochiq turibdi. Bu oson bo'lmadi. Ya'ni to'g'risi biz ancha mehnat qildik, harakat qildik bu narsaga chiqishga. Meni kuzatib keladiganlar biladi, ijtimoiy tarmoqqa odamlarga foydali narsalar bera boshlaganim 1 oydan ko'proq bo'ldi va yaxshi ma'lumotlar berib boryapman. Yana bitta narsani aytib qolardimki, kecha monetizatsiyaga ulandi bu kanal, ariza berdik. 18 da AdSense'larni uladik. Shorts uchun reklamani yoqmadik. Nima ham derdim, bunaqa natijalar uchun bitta like bosinglar, niyat qilganlar, imkonsiz ishni o'zi yo'q. Shunchaki sizlarga maslahatim, to'g'ri yo'nalish tanlab, o'sha yo'nalishda ekspert bo'linglar. Har xil yo'nalishlarga, kerak emas yo'nalishlarga sakramanglar deb qolardim.
hozirgi paytda Minecraft o'zi qanaqangi yo'nalishi trend. Kelinglar sizlarga men shu narsani yoritib bermoqchiman. Men o'zi amerikanskiy yo'nalishda qanaqangi yo'nalishni qilaman va qanaqangi yo'nalishdan natija qilaman. Men shu ko'pchilikka qiziq bo'lsa kerak, hozir men sizlarga mana shu narsani yoritib beraman. Birodarlar, men Minecraftda xuddi mana shunaqangi stilda kontentlar qilaman. Bu yo'nalishdagi eng zo'r kanallardan biri. Qaranglar, mashhur videolariga kirsak, 1 yil ichida shunaqa rezultatlarga chiqqan. 1 yilda kanal 600 ming obunachi chiqqan. Mashhur videolar ko'rishlaringiz mumkin, 1 yilda yaxshi rezultatga chiqqan. Ya'ni bu sifatli kontent qila boshlagani 1 yil ichida. Kanaldagi общий prosmotrlar soni 254 million. 300 ming dollar degani bu. O'rtacha gaming yo'nalishda $1 dan $3 bo'lganda ham. Xo'p, 17 soat oldin 136 ming, 3 kun oldin 588 ming, 5 kun oldin 1.2 million, 8 kun oldin 1.7 million. Nima deyapti bu rezultatlar? Mana shu qanaqangi yo'nalishni o'rganmoqchi bo'lsanglar ham Telegram kanalimga kiringlar, yaqinda kurs ochiladi. Qiziqqanlar o'rganishlari mumkin. O'zi bu yo'nalishni qilish osonmi? Yo'q do'stlar, bu oson emas va bu ko'p vaqt olmaydi. Misol uchun bitta video tayyorlash uchun 5-6 soat vaqtingiz ketmaydi agar to'liq o'rgansanglar. 1 soat, 1,5 soatda bitta zo'r video olsanglar bo'ladi. Misol uchun mana bunaqa yoki bunaqa videolarni olsanglar bo'ladi. Biz to'liq darslik tayyorlaganmiz, xudo xolasa yaxshi xizmat ko'rsatamiz. Bemalol kommentariyada, opisaniyadagi link orqali o'tib ma'lumotga ega bo'lishingiz mumkin. Ko'rishlaringiz mumkin. Kanalda 1 oylik prosmotr nima? Misol uchun qaranglar. Общий mana shu 1 oylik prosmotrlarni mana shu yaqinda qo'yilganlarni qo'shib chiqamiz. Xo'p, 150 ming desak ham 500 ming, 650 ming, 650 ming bo'lsa, mayli, 50 mingni olib tashlaymiz. 1 million 800 ming. Mana bu yerda 1 million 800 ming bo'lsa, 3 million 500 ming, 4 million. Misol uchun buni qo'shmaymiz, kichkinani qo'shmaymiz, 4,5 million deymiz. 4 million 800. Buni ham qo'shmaymiz. 4 million 5 million 800, 6 million 600, 6 million 800. Mana bu oxirgisi 1 oy 6 million 800. Mana shuni ham qo'ydi desak, 6 million 800 bo'ladigan bo'lsa, 7 million 8 million. Kanal o'rtacha mana shu yaqinda qo'yilgan videolarda o'zi 10 ming dollar olib keladi. Mana bu eski videolar ham prosmotr oladi-da bu yerda. 10 ming dollar. To'g'risi bu bitta kanalga, men tepada yuqorida ko'rsatgan kanalimda bitta video bilan monetizatsiyaga ulandi. Bu oson narsa emas. Buni o'ziga yarasha mehnati bor, harakat qilish kerak, ekspert darajaga chiqish kerak. Nakrutkasidan yaxshi rezultat qilsa bo'ladi bu yo'nalishlarga. Ko'rishlaringiz mumkin. Mana 19 mingta like. Mana bu yerda 600 ming prosmotrga 19 mingta like. Misol uchun bunga 100 ming, 200 ming talab nakrutka urilmaydi Minecraftda, birodarlar. O'shani bilib olishingizni iltimos qilardim. Videomizni ko'rdinglar. Agar foydali bo'lgan bo'lsa, bitta like bosib, qiziqsanglar Telegram kanalimga o'tinglar. Shuncha ko'p yo'nalishlarni qilib vaqtingizni ketkazgan bo'lsanglar, aniq aytaman, xudo xolasa, men Telegram kanalimda sizlar o'zingizlarni eng bu yo'g'idagi yaxshi yo'nalishni topishingiz mumkin. Aytib o'tganimdek, kommentariyada, opisaniyada bo'ladi. Hammalar kattakon rahmat. Videomni oxirigacha ko'rganlarga like bosib, podeshka qilganlarga. Sizlar bilan Amon Turdiyev Shohruh bo'ldi. Keyingi videomizgacha ko'rishguncha sog' omon bo'linglar. Bizani kuzatishda davom etinglar.